Assalomu alaykum Botir aka. Alaykum assalom. Botir aka, bugungi suhbatimizni boshlashdan oldin o'zingiz haqingizda qisqacha bir ma'lumot bersangiz. Men Botir Nizomov. Xalq tabobatida 7 yildan beriman. Ya'ni boshlang'ichini hijoma, undan keyin zuluk, undan keyin Rossiyada kastabaraflik sohasiga o'qib kelganman. Shu sohalar bilan shug'ullanganman. Endi kastabaraflikda ko'proq shu qo'pol texnikalar bo'lgani uchun bel og'riqlariga ko'p, bel tizzadagi og'riqlardagi ko'p talab bo'lgani uchun izlanib shu kineziyologiya sohasini topdim va bu yo'nalishi menga juda ham yoqdi va shu yo'nalishda faoliyat yuritishni boshladim. Xo'p, tushunarli. Demak, bugungi mavzuyimiz grija haqida. Kineziyologiyani, grijani qanday davolashi, uni qanday aniqlash haqida. Umuman kineziyologiya grijani qanday tuzata oladi. Xo'p, Botir aka, unda bizda sizga savol bor. Grijani kelib chiqish sababi nimada o'zi? Grijani ko'pchilik shu bel og'riqlaridagi asosiy sabab deb biladi, lekin aslida unaqa emas. Tajribalar shuni ko'rsatadi, o'zimizning tajribalarimizda ham. Ya'ni grijasi bor odamlar ham og'riqsiz yurishi mumkin, grijasi yo'lida ham og'riq bo'lishi mumkin. Endi grija o'zi aslida oqibat. Ya'ni tanani noto'g'ri ishlash oqibatida kelib chiqqan bir ikkilamchi побочный effekt deydi-yu. Mana shunaqa bir ikkilamchi effekt. Endi grija roli bormi desa bor. Og'riqlarda yoki tanani boshqacha ishlashida. Qanaqa? Bu juda katta miqdorda grija o'zini joyidan bu yoqqa oqib chiqqan bo'lsa, uni atrofida ko'p qon yig'ilishlari, boshqa holatlar yuzaga keladi. U yerda shamollashlar yuzaga kelib, u yerda og'riqlar turishi ham mumkin. Bunaqa holatlarni ham kuzatganmiz. Endi grijani asl kelib chiqish sababini oladigan bo'lsak, grija ko'p hollarda ko'ramiz, grija bo'lgan odamlarda eng katta bir tanani ushlab turadigan, ya'ni umurtqa pog'onasini ushlab turadigan juda katta mushaklar bor. Bu o'sha поясничный подвздошный deydi. Ya'ni tos sohasidan chiqib bel umurtqalariga tutashgan bo'ladi. Tutashgan joyida stabilizator vazifasini o'taydi. Yana bitta katta mushaklardan bittasi bu kvadratniy mышца, ya'ni beldagi mushak. Bu mushak tanada o'sha tos suyagi bilan umurtqaga birikkan bo'ladi, ikki tomoni. Bu ham o'sha asosiy umurtqani ushlab turuvchi mushak bo'lib xizmat qiladi. Endi shu mushaklarda tonus yo'qolishi natijasida umurtqani yana ushlab turuvchi mayda mushaklar bor. Mayda mushaklarga ortiqcha nagruzka tushishni boshlaydi va u yerda u o'zini navbatida shu vaqt o'tishi bilan og'riqlarga olib keladi. Endi grijani oladigan bo'lsak, tekshirganimizda shu ko'pchilikda ayniqsa поясничный подвздошный мышца, ya'ni o'sha ichki mushakni tonusi pastligini ko'ramiz. Kineziyologiyada bu tonusi nima tushirgan degan savol bilan kirishib, uni muammoni asl ildiziga yetib borish uslublari bor, yo'llari, ya'ni testlar orqali tana bilan gaplashish ilmi desa ham bo'ladi kineziyologiya. Ya'ni bu yerda shu nima kelib chiqqan? Nima bu o'sha katta mushakni ishlamasligiga olib ketgan? Nima bu mushakni tonusi pasayishini keltirib chiqargan? Savolni qo'yamiz va uni qidirishni boshlaymiz. Testlar orqali ko'p aniqlaymiz. Bu ko'proq buyrakdagi shamollash bo'ladi yoki buyraklarda o'zini joyidan siljish bo'ladi. Ya'ni opущение deydi-ku. Endi